Haromdan bo'lganlar. Uyga boray. Jazoingni beraman senlarga. To'xtatib yuboring shu yerga, tushib qolaman. Ну а мы переходим к следующей номинации. Итак, лучшая группа в жанре национальной эстрадной музыки. Demak, navbatdagi taqdimot. Mayli, yaxshi bo'lib keting, xudo xolasa. Alloh shifo bersin. Xo'ja guruhi. Ahvollari yaxshi emas. Ularga alohida parvarish kerak. Xohlasangiz, ularni statsionarga olib ketamiz. Yo'q, o'zim qarayman. Unda mana bu yerga imzo cheking. Bu kasalxonaga olib ketishdan voz kechganligingiz haqida. Mana dori. Kuchli ta'sir qiluvchi. Faqat buni aniq soatlarda berishingizga to'g'ri keladi. Bu narsa qo'limdan keladi. Hammasi. Mayli, yaxshi bo'lib ketsin. Mana yeb ol. Keyin doringni ichib ol. ...2007 yil 20 sentyabr soat 13:30. Tergov boshqarmasi ruxsati bilan doktor Botir Sharipov ekspertiza o'tkazishni boshladi. Shuningdek, ilmiy xodim Sitora Hasanova va suratchi kriminalist Avaz Qosimov unga yordam beradi. Botir nima gap? Nimadir aniqladingmi? Sen o'zi jinoyat qidiruv bo'limida emas, bajarnida ishlashing kerak. O'zi hozir olib kelishdi-yu. Buni oyog'ini qotil g'ajiganmi? Yo'q. It tishlagan.
Bu esa ishimizni qiyinlashtiryapti. Uch kun avval eri g'oyib bo'lgan. Ishxonasidan uyga ketyapman deb chiqib ketgan, lekin uyga qaytmagan. Sen shu yerda qol. Eringizni oxirgi marta qachon ko'rgansiz? 3 kun avval ishga ketayotgandilar. O'zini g'alati tutmaganmidi? Hech qanaqa noodatiy narsa sezmadingizmi? Yo'q, hammasi odatdagidek edi. U sizni tez urib turarmidi? Nimalar deyapsiz? Biz umuman tortishmaganmiz. Bilasizmi? Agarda men uyimda remont qiladigan bo'lsam, hamma eski narsalarni tashlab yuborgan bo'lardi. Ayniqsa eski aboyga yengisini yopishtirmagan bo'lardi. Menimcha munosabatinglar yaxshi emas edi. U sizni tez kaltaklab turar edi. Rasmlarga yaxshilab qarasa buni bilish qiyin emas. U sizni urgan, to'g'rimi? Sal haddidan oshdim. Tabiiyki siz bunga qarshilik ko'rsatgansiz. Bilmasdan o'ldirib qo'ydingiz. Qo'rqqaningizdan eringizni jasadini yo'q qildingiz. Eski aboylarga yengisini yopishtirdingiz. Yo'q. Ay, men emas. Hammasi ularda. Bilaman. Bu tasodifan bo'lgan. Men sizga yordam berishim mumkin. Eringizni jasadini qayerga yo'qotganingizni aytishingiz kerak. Ruxsat eting, o'rta podpolkovnik. Sizni pastda polkovnik Murodov kutyaptilar. Birinchi bo'lib murdani qayerdaligini topish kerak. Keyin rasmiylashtiramiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Mana bunga bir qarang. Adashmasam u qaytdi. Nimaga menga buni ko'rsatyapsiz? Bu ishni sizdan yaxshi biladigan odam yo'q. Siz o'zingiz shug'ullanasizmi demoqchi edim. Yo'q. Bu qotillik yangi yerda bo'lgan. Yana bir o'ylab ko'rsangiz yaxshi bo'lardi. Bilasanmi? Meni bu hayotda ushlab turgan ikkita narsa bor. Bittasidan ayrildim. Ikkinchisidan ayrilishni xohlamayman. Men hozir ayolimga kerakman. Shuning uchun ishdan bo'shashga qaror qildim. Yana bir o'ylab ko'rishni maslahat beraman. Hali pensiyaga chiqishga ulgurasiz. O'rtoq kapitan, murdani shaxsini tasdiqlash uchun yaqinlari kelibdi.
Menga qara. Kallalaring joyinami senlarni? Abonaxonni ko'zlari ko'rmasa ekan u. Murdani qanaqa taniydi? O'rtoq kapitan, biz ham bilmaymiz. Bizga yaqinlarni olib keldi deyishdi bo'ldi. Boshqa hech kim yo'q ekanmi? Menimcha yo'q. Ana bolalar ayoli farzandlarimi? Ha, o'g'il qizlari. Ular ko'rsa bo'lmaydimi? Nima? Siz joydamisiz? Bolani butun umrga travma qilmoqchimisiz? Bilasizmi, bu bolani psixologiyasiga qanaqa ta'sir qiladi? Bo'pti, menga qara. Qarindoshi, qo'yin qo'shilsa, yo biron bir tanish bo'ladigan bo'lsa, olib kelasan, tushundingmi? Tushundim. Hozir men bilan yur. Kechirasiz onaxon. Men ba'zida so'rayman, siz bezda qildik. Sizga bir ikkita savollarim bor edi. Qizingiz ismi Sharifa, oilaviy sharoiti va qayerda ishlash haqida ma'lumot bera olasizmi bizga? Qizim, Gulnora Hamidova Yozib ol. bozorda ishlaydi. Kuyovim bilan ajrashgan. Siz xavotir olmang. Ularga yaxshi qaraymiz. Parvarish qilamiz. Menga ishoning Ergash aka. Rahmat. Lovar. Bu hammasi vaqtinchalik. O'zingga ham yaxshi bo'ladi. Tuzalishing bilan darhol uyga olib ketaman. Menga yaxshi bo'ladimi? Hammasini bilib turib qanday bunaqa gapirasiz? Men Komilani o'lganini qabul qila olmadim. Qizim tuproqqa qo'yilgandan keyin yuragim uni qabrda qoldi. Uni yoniga borishni istayman. Oyi degan so'zini eshitish uchun hayotimni berishga tayyorman. Xabar bu. U boshqa qaytib kelmaydi. Oradan 3 yil o'tdi. Qanaqa odamsiz? Qanday qilib xotirjam yashaysiz? Yana menga yaxshi bo'ladi deysiz. Menga yaxshi bo'lmaydi. Toki uy iflos ozodlikda yurar ekan, menga hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Qizimning otasi qanchadan qancha jinoyat san'atchilarini topsa-yu, o'z qizining qotilini topa olmasa, yana menga yaxshi bo'ladi deydi. Menga yaxshi bo'lmaydi. Sizdan nafratlanaman. Yo'qoling ko'zimda.
Dori ichkaridan. Dodyor Ruslanni chetyapsizmi? Ha, o'zlaridan. Ha, ketmoqchimisan? O'lim jazosini bekor qilish bo'yicha yig'ilishga chaqirtirishgandi. Nima xizmat? Doni, sana lavoziming manikidan ancha yuqori. Lekin sen mani ustozim deysan. Men seni eng yaxshi shogirdim bilaman. Shaxsiy masalada hech qachon sendan yordam so'ramaganman. Bu birinchi va oxirgi marta. Mana bu ishda yordaming kerak. Aytib kelishingiz bilgandi. Bu ishni sizdan boshqasi eplolmaydi. Nima yordam kerak bo'lsa hammasini hal qilaman. Kelishdik. Ergash aka. Faqat hammasi qonun doirasida bo'lsin iltimos. Есть, товарищ полковник. Haqqa. Men ketyapman o'qishga. To'xta. Rahmat, pulim bor. O'qishdan chiqib to'g'ri uyga. Lekin adib, Nigorlarnikida dars qilmoqchi edik. Yetganimni qil. Aka, mashinangiz buzuq bo'lsa chetga olmaysizmi? Tor ko'chib turib olganingizni qarang. Buzuq mashina bilan nima bor ko'chaga chiqib? Obbo Ergash aka, mashina haydash esimdan chiqib qoldi deysizmi? Birinchi marta bunaqa bo'lishi. Oldinlari hech ham bunaqa bo'lmagan. Bo'lgan. Bunaqa ko'p bo'ladi. Xo'sh. Men rasman ketma-ketlikda aytib bering menga. Stol, piyola, ko'kto'p. Ana endi bu qog'ozga menga soat 10:15 ko'rsatayotganini chizib bering. Aynen. Endi yana mana bu rasmlarni ketma-ketlikda aytib bering. Stol, ko'kto'p. Bunisi Vot, Ergash aka, men nima dedim? Sizda muammo boshlangan. Bu menimcha demensiyani alomatlari. Bu endi yosh bilan bog'liq bo'ladi. Siz keyingi tekshiruvlardan o'tasiz. Hammasi aniq bo'lgandan keyin bir xulosaga kelamiz. qanaqasiga bu? Men hamma narsani eslayman. Hatto ochgan jinoyatlarimni detallarigacha esimda bor. Ergash aka, bu bilan hazillashib bo'lmaydi. To'g'ri, avvalgi narsalarni eslashingiz mumkin, lekin bu ham vaqtinchalik. Hozir sizda yangi narsalarni eslab qolishda muammo bo'ladi. Masalan, yangi tanishgan odamingiz, uni ismi, yangi joy nomlari, adreslar. Lekin vaqt o'tgan sari avvalgi narsalarni ham esingizdan chiqarishni boshlaysiz. Ha? Keling, bundoq qilamiz. Meni bitta tanishim bor. O'shanga borib tekshirtirasiz. Ana undan keyin biror xulosaga kelamiz. Kirishga ruxsat eting, boshliq. Kel Suraj. Chaqirtirgan ekansiz, boshliq. Ha. Ertaga Toshkentda podpolkovnik Ergash Saidov keladi. Ishni unga topshirasan-da, o'zing yordam berasan. Adashmayapsizmi, boshliq? Rostdan ham Ergash Saidov kelar ekanmi? Va, o'qi. Vazirlikdan kelgan buyruq. Kelishi yaxshi-yu, lekin shundoq malakali xodim bizni kichkina tumandan nima qilar ekan? Nima ishing bor seni? Gapni ko'p aylantirmasdan bajarsang-chi. Vazirlikning buyrug'imi bo'ldi, bajarishimiz shart. Aytgancha, o'zing kutib olganda yaxshilab joylashtirgin. Tushundingmi? Xo'p, bo'ladi. Menga ruxsat. Bo'ldi, boraver.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'sha ketdik. Morgga qayda? Xo'p, mana. Qayda? Qoni ham uchun chiqarilgan. Bizaga mumkin. Biza ishda biza. Qayda dedimmi, qayda? Xo'p. Isming nima edi? Siroj ismi. Ha? Sirojiddin. Ayol Hamidova Gulnora, yoshi 35 ta. Bosh suyagi kuchli zarba ta'sirida singan. O'lim sababi ham shundan. O'lim vaqti tungi soat 10lar atrofida sodir bo'lgan. Alohida belgilari qo'lini kaftlari birlashtirilib og'ziga tutilgan va 200 lik mix qoqilgan. Mixlar kaftlarini teshib o'tib og'ziga qadalgan. Chap bilagida tirnoq bilan shilingan izlar bor. Namunalar oldik, tekshiryapmiz. Narsalarning orasidan singan telefondan boshqa pichoq qiynalgan dalil yo'q. Bolalar sim kartani tekshirishyapti. Oxir marta kim bilan gaplashganini aniqlamoqchimiz. Kim bilan gaplashganini emas. Kim bilan ko'rishganini aniqlash kerak. Uni ham aniqladik. Xo'sh, Avtobus haydovchisi bilan ko'rishgan. so'roq qildinglar? Hali ulgurmadim. Yaqinlarim bilan gaplashdim lekin. Tez harakat qilishni o'rganmasang, izlarni chalkashtirib, dovdirab yurasan. Ekspertiza natijalarini kutish ahmoqlik. Yaxshisi shopirni oldiga borish kerak. Avtostansiyaga. Yur. Ha, aytgandek, oldin bu yerda boshqa ekspert bo'lardi. Adashmasam Davlat aka. Ha, ular pensiyaga ketdilar. O'rnlariga meni tayinlashgan. Tabriklayman. Sendan ham battar tez o'g'il. Nachalnik bajarmaymi deyman. Men sizga tushuntirdim-ku, avtobusingizni ballonlarini ishxonani hisobidan yamatdik. Mana, ishga chiqaverasiz. Lekin ballonlarga ketgan pullarni oyligingizdan ushlab qolinadi. Hoy inson, meni oyligimdan nega ushlaysiz? Men o ballonlaringizni ataylab yorganim yo'q-ku. Men bilmayman, Xoliq. Unda ertadan boshlab ishga chiqmayman. O'zingiz bilasiz. Agar ishga chiqmasangiz, sizga oylik maosh yozilmaydi. Oylik yozilmasa, ballonlarni pulini to'la olmaysiz. Ey, ular pulni undirib olishadi. Lekin bor-ku, sizni ishdan bo'shatib yuborishadi. Agar ayol kishi bo'lmaganingizda, qulog'ingizdan shunda savolga. Mutalib Xoliq kim? Sirazni militsiya chaqirdingizmi? Avtobus shofyori sizmisiz? Ha, tinchlikmi? Tinchlik. Bir ikkita savollar bor. Rasmda ayol taniysizmi? Ha, taniyman. Bu Gulnora sutchi. Tumandagi bozorga qatnaydi. O'tgan kecha avtobusga chiqqanmidi? Ha, chiqqandi. Oxirgi oстановkada tushib qoldi. Ayol tushib qolganda avtobusda kimdir bormidi? Ha, bitta erkak bor edi. U ayol bilan urushib qoldi. Keyin u ham o'sha joyda tushib qoldi. Keyinchi? Keyin nima bo'lardi? Oxirgi oстановka bo'lganicha hamma tushdi. Men ketdim. Uni taniysizmi? Tanimayman. 3-4 marta ko'rganman. Har doim shu bozor oldidan chiqardi. Ko'rsangiz taniysizmi? Ha?
Ko'rsangiz taniysizmi deyapman. Ha, taniyman. Menimcha u bozorda ishlaydi. Bozorga boramiz. Tinchlikmi aka? Tinchlik aka. Tinchlik bo'lganda sizlar kelmasdinglar. Aka, gap ko'paytirmang, hozir bizlar bilan birga bozorga borasiz. Tushundingizmi? Xo'p. Yuring. Hammasi to'g'ri sanash shart emas. Endi bilasizku, hisobli do'st ayrilmas. Endi ozgina pauza qilamiz. Keyingi haftagacha. Bozor hali yopilmadi. Eshik yopishga erta emasmi? Qo'ch! Tur o'rningdan. Qatga qocharding. Nima qilganingiz bu yerga shik ushladim-ku. Qochyaptimi? Demak, aybi bor. Bunaqa vaziyatda bu eng to'g'ri ish. Bor. İsim şerifin? Ziyatov Akmal Nuktamovich. Qara. Qarab kel. Ekspertizani xulosasi chiqmaganmikan? Xo'p. Mana bu qizni taniysanmi? Yo'q, tanimayman. Yaxshilab qara. 2004-yil yoz. Yangi yerdagi to'yxona. Esladingmi? Aka, qanaqa yoz, qanaqa to'y, aka. Men o'zi 1 yil bo'ldi ko'chib kelganimga. Men ekspertiza xulosalari ayol tanasi ishingizda shunga tegishli ekan. Keyin bolaning aytishi bo'yicha u yerda qanaqadir hayvonning ham mayda tuklar topilgan. Mana bu ayolni taniysan. Taniyman, Gulnora. Nima bo'pti bunga? O'zing jinniga solyapsanmi?
Uni sen o'ldiryapsan, qara. Yo'q, aka. Nima deyapsiz, aka? Qanaqa men o'ldiraman? Nimaga o'ldirishim kerak buni? Buni tanasida sen qoldirgan izlarni topishdi. Bunga nima deysan? Bo'lishi mumkin emas. Men qassobman, aka. Men qassobman. Bu har zamon mendan go'sht olgani keladi. O'sha payt to'satdan turtilib ketgandi. Ko'karish, shunaqa narsa bo'ladi-ku, aka. Nimaga aldayman? Nega aldayman, aka? Avtobus shofyor etishi bo'yicha sen 19 sentyabr kuni avtobus oxirgi bekatda tushib qolgansan. Uni orqasidan yurib kuzatib borib, keyin o'ldirgansan. Shunaqami? To'g'ri, lekin bu ishni men qilmaganman-da, aka. O'zingni bosvon. So'tayiga o'xshab gapirishingni qara. Unda nimaga qochding? Ko'chada katta qarzim bor. Ha? Sizlarni ko'rib cho'chib ketdim, aka. Aka, seryoz aytaman sizga. Men uni yaxshi ko'raman, aka. Onda-sonda ko'rishib birga bo'lardik. Ko'pincha bolalar sababli uchrashuvimiz o'xshamay qolardi. O'sha kuni bozordan qaytganda avtobusda kuzatib qo'ydim. Nega paras? Bugun o'xshamagan. Nega xafa bo'lyapsan? Ha? Yaqinda xotinimni ajrashaman. Keyin bolalaring bilan meniga uchib o'tasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ey, Qo'ysizchi. Bir yildan beri aldiysiz. Shu yerga tushishim kerak. Nima qilganingiz? Og'ridi. ataylab qilmadim-ku. Haromdan bo'lganlar. Uyga boring. Jazoingni beraman senlarga. To'xtatib yuboring shu yerga, tushib qolaman. Bor. Ertasi kun bozorda ko'rishmoqchi bo'lgandik. Kelishgan joyimizga kelmadi. Rosa kutdim. Odamlardan so'rayman desam, o'zi tushunasiz-ku. Shu go'danga xotinimdan qo'rqaman degan. Hop chiqib ket. Olib ketinglar. Hey, Ergash aka, sizni yana ko'rib turganimdan rosa xursandman-da. O'zi ishchi oldindan tanish bo'lganingiz yaxshi bo'ldi. Foydasini berishini bilardim. Xullas, prokuraturadan odam chaqirganman. Endi hozir bemalol ish topshirasizlar. Keyin bemalol uyingizga qaytaverasiz. Birinchidan men bu yoqqa eshak go'sht sotadiganlarni qidirib kelganim yo'q. Men uni aybdor deb hisoblamayman. Zahroxonja vaqtida keldingiz mana. Ergash aka negadir hali qo'lga olingan odamni aybdor emas deyaptilar. Uzr, gapinglarni bo'ldim. Ziyotovga o'xshagan erkaklar sabab qanchadan qancha ayollar aziyat chekishyapti. Hatto o'lishyapti. Shundoq ekan, bunaqa marazlar har xil bahonalar qilib jazodan qutulishga urinishadi. To'g'ri. Mana bu fikringizga qo'shilaman. Siz aytayotgan Ziyotov Akmal Hamidova Gulnora bilan ishqiy munosabatda bo'lgan. Qochgani sababi eshak go'shtini sotgan. Yo'qotma buni bu yerda. Buni
Ekspertiza ham tasdiqlagan. Bu yangilik emas. Qassoblar uchun bu oddiy holat. Hech narsa o'zgarmabdi. 5 yil avval qilayotgan xatolaringizni qaytarish bilan ovora ekansiz. Traktorchi qotilni ko'rdimi ekan? Ikkinchi seriyada bilib olasiz.